Ben bir narsani ko'rsatmoqchiman. Misol uchun mana bu mol raqami 1399. Bu mana shu yerda chiqib turadi. Oldingi videolarimda tushuntirganman. Bu sog'lig'iniz suv miqdori, kompyuterda ham hammasi yoqda biro deb qo'yadi, o'sha joyda ko'rinib turadi. Mana shunaqa raqam ketma-ketligida hammasi joylashgan. Bo'yindagi raqamidan, bo'yin bog'idan maqsad mana shu. Bu raqam nimani hisobiga chiqadi desalaring, oyog'ida, hammasini oyog'ida mana shunday hub bor. Hozir boyvachcha akalar taqib yuribdi-ku, puli ko'plar. Qo'liga. O'sha narsa Germaniyada bizning mollarning oyog'ida bor, sigirlar. Hammasida bor. Temperatura, yurak urishi, hamma narsani ko'rsatib turadi mana shu. O'sha narsaga bu yerda kirish joyida buni skaner qiladigan narsasi bor. O'tganda o'zi avtomatik skaner qiladi-da, keyin bu yerga sigirlar ketma-ketligida raqamni chiqaradi mana shu sistemani o'zi. Texnologiya bu hali xamir uchidan battar. Sizlarga Germaniyada qishloq xo'jaligida texnologiya qanday rivojlanganligini qadamma-qadam hammasini ko'rsatib boraman sekin-sekin.